Assalomu alaykum. Rossiyada 13-oktyabrdan nelegal 2025 federal keng qamrovli tezkor profilaktik operatsiyasining ikkinchi bosqichi boshlandi. Bu haqda mamlakat Ichki ishlar vazirligi Migratsiya xizmati rasmiy kanali xabar qildi. Nolegal operatsiyasi har yili ikki bosqichda Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati, Rosfinmonitoring va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarning vakolatli organlari bilan hamkorlikda o'tkaziladi. Tadbirning asosiy maqsadi noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish va migratsiya qonunchiligi, jumladan uchinchi davlat fuqarolar tomonidan buzilish holatlarini aniqlash va oldini olish. Nelegal operatsiyasi birinchi marta Rossiyada 2008-yilda o'tkazilgan edi. Shu o'rinda muhojirlarga muhim tavsiyalarni eslatib o'tamiz. Hujjatlaringizni tartibga soling. Patent, ro'yxatdan o'tish, mehnat shartnomasi va tibbiy ma'lumotlaringiz amaldaligini tekshiring. Qonunbuzarlikka yo'l qo'ymang. Hujjatsiz ishlash, noqonuniy yashash yoki firibgarlik holatlaridan ehtiyot bo'ling. Vaqtincha ro'yxatdan o'tishni yangilab turing. Yangilanmagan ro'yxat chiqarib yuborish sababi bo'lishi mumkin. Rahbaringiz bilan munosabatlarni rasmiylashtiring. Ish joyingizda rasmiy shartnoma bo'lishi shart. Qonun talablarini biling va amal qiling. Hujjatlaringiz to'liq, ro'yxatingiz amalda va ishingiz rasmiy bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Rossiyada mehnat muhojirlari uchun joriy etilgan chiqarib yuborish rejimi qanday ishlaydi? Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'zining Max kanalida eslatib o'tdiki, bir oy oldin, ya'ni 10-sentyabrdan mamlakat hududida bo'lish muddati tugagan va Rossiya Federatsiyasida noqonuniy ravishda yashab kelayotgan xorijiy fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlar kiritilgan nazoratdagi shaxslar reyestrining amal qilish muddati yakunlangan. Nazoratdagi shaxslar reyestri 2004-yil 8-avgustda qabul qilingan 260-sonli federal qonunni amalga oshirish maqsadida tuzilgan. Bu fuqarolarning murojaatlariga javoban deputatlar ishlab chiqqan qonun loyihasi edi, dedi u. Volodinning so'zlariga ko'ra, 2025-yil 5-fevraldan boshlab reyestrga quyidagilar kiritilgan: migratsion maqom yoki fuqarolik rasmiylashtirish uchun zarur hujjatlar yoki ma'lumotnomalar bo'lmagan shaxslar, turar joy yoki yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tmaganlar, majburiy tartibda o'tish kerak bo'lgan protseduralarni, jumladan har yili sog'liqni tekshirishi, barmoq izini olishi va suratga tushishni o'z vaqtida bajarmaganlar, patentda ishlash ruxsati yoki mehnat shartnomasi muddatini uzaytirmaganlar. Federal sud ijrochilari xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning 8 oyi ichida migratsiya qonunchiligini buzgan 35 mingga yaqin xorijiy fuqaro mamlakat hududidan chiqarib yuborilgan. Shu bilan birga Ichki ishlar vazirligi 1-sentyabr holatiga ko'ra nazoratdagi shaxslar reyestrida 770 ming nafar muhojir bor. Ularning 3dan biri ayollar va bolalar. Ularga nisbatan endi yangi migratsion rejim, chiqarib yuborish rejimi qo'llaniladi deb xabar berdi. Volodinning ta'kidlashicha, bu rejim nazorat choralarini ancha kengaytiradi va ayrim huquqlarni cheklaydi. Bunday muhojirlarga haydovchilik guvohnomasini olish va transport boshqarish, avtomashina yoki ko'chmas mulk sotib olish yoki sotish, nikoh tuzish, bank hisob raqamlari ochish, pul o'tkazish va jamg'armalardan foydalanish cheklanadi. Rossiyada bo'lish maqomini qonuniylashtirmagan har bir muhojir mamlakatni tark etishi shart. Ular chiqish sanasi, joyi va yo'nalishini ma'lum qilishi lozim. Aks holda majburiy chiqarib yuborish va jarima qo'llaniladi. Shuningdek, chiqarib yuborilgandan keyin kamida 5 yil davomida Rossiyaga kirish taqiqlanadi, deb tushuntirdi Volodin. Uning aytishicha, yaratilgan tizim migratsiya sohasida tartib o'rnatishga va xorijiy fuqarolar tomonidan qonunlarga rioya etilishi ustidan nazoratni kuchaytirishga yordam beradi. Deportatsiya ko'rigiligi faqat Rossiyadagi muhojirlargagina og'riq bermaydi. Mamlakatdan quvilish taqdiri Latviyadagi rossiyaliklarni ham chetlab o'tmayapti. Deutsche Welle nashrining xabariga ko'ra, Latviyada 841 nafar Rossiya fuqarosiga 13-oktyabrgacha mamlakatni tark etishga buyruq berildi. Bu shaxslar yashash uchun ruxsatnomalarni saqlab qolish bo'yicha yangi talablarga javob bera olmagan, ya'ni ular Yevropa ittifoqida doimiy rezidentlik maqomiga ega bo'lish uchun ariza topshirmagan va Latviya tili imtihonidan o'ta olmagan. Fuqarolik va migratsiya masalalari boshqarmasi matbuot kotibi Madara Pukening so'zlariga ko'ra, ushbu fuqarolar tilni bilishlarini
isbotlashdan va majburiy xavfsizlik tekshiruvidan o'tishdan bosh tortgani uchun shunday qaror qabul qilingan. 2022-yildan keyin Latviya ruslar uchun migratsiya qoidalarini kuchaytirdi. 2024-yildan boshlab mamlakatda doimiy yashash ruxsati bilan yashovchi Rossiya fuqarolari 2025-yilning 30-iyuniga qadar Yevropa Ittifoqining doimiy rezidenti maqomini olish uchun ariza topshirishlari kerak edi. Buning uchun latish tili bo'yicha imtihonni A2 darajasida topshirish, shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etish va xavfsizlik tekshiruvidan o'tishi kerak edi. Yangi qoidalar taxminan 30 ming rossiyaliklarga taalluqli edi. Ularning aksariyati talablarga javob berdi. Taxminan 2600 kishi ixtiyoriy ravishda mamlakatdan chiqib ketgan. Hujjat topshirmagan qolgan 841 nafar fuqaro endilikda Latviyani tark etishi kerak. Aytish kerakki, nafaqat Rossiya, balki AQSh va Yevropa mamlakatlari ham muhojirlar uchun talablarni qat'iylashtirmoqda. Jumladan 2025-yil 12-oktyabrdan boshlab Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlardan kelganlar uchun yangi elektron tizim ishga tushiriladi. Bu Entry-Exit System, ya'ni kirish-chiqish tizimi deb ataladi. Endi Schengen hududining 29 ta davlatidan, jumladan Fransiya, Germaniya, Italiya va boshqa mamlakatlardan biriga birinchi marta kirayotgan Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlarning barcha fuqarolari ro'yxatdan o'tishlari kerak. Ro'yxatdan o'tish vaqtida suratga olinib, barmoq izlari olinadi va pasport skanerdan o'tkaziladi. Tizimga kirish va chiqish sanasi hamda joyi, shuningdek, ilgari kirish rad etilgan holatlari ham qayd etiladi. Yangi tizim Yevropaga qisqa muddat qolish uchun 6 oylik muddatga 90 kungacha kelganlar uchun amal qiladi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bu tizimni bosqichma-bosqich 6 oy davomida joriy qiladi. 2026-yil 10-apreldan boshlab mazkur tizim chegarachilar tomonidan pasportlarni qo'lda muhrlashning eski usulini to'liq almashtiradi. Yevropa komissiyasiga ko'ra, yangi tizim chegara nazoratini yaxshilashga, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashishga, muddatdan oshib ketgan yoki soxta hujjatlardan foydalanayotgan shaxslarni aniqlashga yordam beradi. Primoriyada ham muhojirlar uchun yangi cheklovlar tayyorlanmoqda. Mintaqaviy hokimiyat xorijliklarning ishlashi taqiqlanadigan kasblar va tarmoqlar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirish niyatida. Hozirda 36 ta shunday sektor mavjud bo'lsa, tez orada bu raqam 89 taga yetishi mumkin. Ba'zi bandlar, masalan, qurol ishlab chiqarish yoki muhojirlar deyarli yo'q bo'lgan yog'och tayyorlash sohalari ham qo'shilgan. Asosiy o'zgarishlar savdo sohasiga tegishli. Loyihaga ko'ra, xorijliklarga kitob, gazeta, yoqilg'i, bo'yoq, dori-darmon, suvenirlar, diniy buyumlar, musiqa va video yozuvlar, shuningdek, qurol va o'q-dorilarni sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari, muhojirlarga doimiy bo'lmagan joylarda bozorlar, kiosklar va ko'cha savdo rastalarida chakana savdoni taqiqlash taklif qilinmoqda. Bu ko'plab migrantlar uchun asosiy daromad manbai bo'lgan kichik chakana savdo imkoniyatlarini cheklaydi. Farmon hozircha gubernator tomonidan imzolanmagan, biroq mahalliy nashrlar hujjat allaqachon tayyor bo'lganini xabar qilmoqda. Agar tasdiqlansa, yangi qoidalar mintaqaning mehnat bozorini sezilarli darajada o'zgartiradi va chakana savdo hamda xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydigan ko'plab migrantlarga ta'sir qilishi mumkin. 4-oktyabr kuni kanalimizda Yaponiyada o'zbekistonlik deport qilinishi mumkin sarlavhali xabar e'lon qilingan edi. Unda Yaponiyada bir o'zbekistonlik muhojir yo'l harakati qoidalarini buzgani, keyinchalik mahalliy aholi tomonidan tanbeh berilgani, bunga javoban u qo'pollik qilib, odobsiz imo-ishoralar qilgani hamda behayo so'zlarni ishlatgani bayon qilingan. Tahririyat bilan bog'langan o'zbekistonlik vaziyat aslida boshqacha bo'lgan deya izoh berdi. Bu videoda tasvirlangan yaponga behayo so'zlar ishlatgan bola menman. Buning sababi yapon menga nisbatan haqoratli so'zlar ishlatgan va sababsiz tuhmat qilgandi. So'ngra u men aytgan gaplarnigina yozib olgan va o'zining TikTok ijtimoiy tarmog'iga joylagan. Buni bilganimdan so'ng politsiyaga murojaat qildim. Unga nisbatan chora ko'rildi va videoni o'chirib tashladi. Lekin shu orada video tarqalgan va O'zbekiston kanallariga har xil yolg'on ma'lumotlar bilan yetib kelgan, dedi u. Uning ma'lumot berishicha, deportatsiya qilish jarayoni ko'rib chiqilmayapti. Shuningdek, u
yo'l harakati qoidalarini ham buzmaganini ta'kidladi.